Qiz bobosi va buvisining uyiga mehmonga keldi va podvalda dahshatli narsaga guvoh bo'ldi. Bu nima ekanini video davomida bilib olasiz. Agar ismingiz keyingi videoda chiqishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Video boshidayoq like bosib, obuna tugmasini ham bir urib oqartirib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Husnora ismli qiz bolaligida tez-tez buvisi bilan bobosining uyiga borardi va shunday kunlarning birida u kechasi ikkinchi qavatdan chiqqan g'alati tovushlardan uyg'onib ketdi. Zinalardan chiqib qarasa, eshik yarim ochiq holatda va kimdir xirillab o'tirgan edi va o'sha manzara uni butun umr ta'qib qiladigan dahshatli tushiga aylandi. Oradan yillar o'tib Husnora talabaga aylangan va yana o'sha bobosining uyiga borishga majbur bo'ladi. Onasi betob bo'lgani uchun esa bu safar u yolg'iz keldi. Uy saramjon, hovli esa top-toza. Buvisi bilan bobosi esa yillar davomida 1 gram ham qarimagan, hali ham chimildiqqa kirgan yosh kelin kuyovday o'tiribdi. Husnora o'sha yuqori qavatdagi xonadan haligacha qo'rqardi. U ilgari o'sha joyda kimdir yashiringanini bilardi, endi esa xona qulflangan. Buvisining oshxonasi juda ham zamonaviy texnologiyalar bilan to'lib toshgan va Husnora hayron qoladi, chunki pensiya puliga buncha narsani olib bo'lmasdi. Kechqurun ular go'shtdan taom tayyorlashadi. Husnoraga esa hammasi g'alati tuyuladi, ammo e'tibor bermaslikka harakat qilmoqda. Tunda esa bobo bilan buvi o'z-o'zidan soatlab unga tikilib o'tirishadi, keyin esa hech narsa bo'lmagandek uxla deb ketib qolishadi. Ertasi kuni Husnora ularni jinni bo'lib qolgan deb o'ylab qo'rqmoqda va bor vaqtini ko'chada o'tkazdi. Ammo kechki ovqat paytida to'satdan koridordan og'zi, burni va qulog'i tikilgan erkak sudralib chiqmoqda. Husnora dahshatdan qotib qoldi. Buvisi bilan bobosi esa uni xotirjamlik bilan sudrab olib, o'sha qulflangan xonaga qaytarib qamab qo'yishadi. Husnorani kichkinagina miyasiga bu juda ham katta nagruska bo'ldi va bu joydan 1,5 motori bilan menga qo'yib qochib ketadi. Yo'lda u bolalikdagi do'sti Koyani uchratib qoladi. Koya otasi esa keksayib qolgan. Ular Husnorani tinchlantirishga urinishmoqda. Qiz esa ularga bo'lgan voqealarni hayajon bilan aytib beradi. Koyani esa bir shappat joni bo'lishiga qaramasdan qizni himoya qilish uchun u bilan birgalikda uyiga qaytdi. Ular uyga yashirincha kirishadi. Buvisi esa ko'ynayinib qusib yotibdi. Ko'rinishdan u yana homilador. Bu yoshda qanday qilib homilador bo'ladi deyishingiz mumkin. Mana javobi. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. O'zim uchun so'rayotganim yo'q, yangi videolar ko'proq chiqishi uchun so'rayapman. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Husnora va Koya yuqoridagi qulflangan xonani ochishadi. Ichkarida boyagi og'iz burni tikilgan odam arqon bilan bog'lab qo'yilgan. Shundan keyin Husnora bolalik xotiralaridagi baxt so'zi nimani anglatishini nihoyat tushunadi. Ma'lum bo'lishicha, qariyalarning baxti kimningdir azobiga qurilgan ekan. Husnora va Koya o'sha bechorani ozod qilishdi. Qiz uning ko'zlarini tikib turgan iplarni ehtiyotkorlik bilan kesadi. Erkak og'riqdan inglaydi. U holdan to'ygan va ko'zlari qonga belangan holda edi. Shu payt qiz podvalga qarab buvisining yangi tayyorlagan go'sht mahsulotlarini ko'rib qoldi. Ular mahbusni ko'chaga olib chiqishadi, ammo butunlay aqldan ozgan. Ozodlikni his qilgandan so'ng kulib, olmishga kirgan to'y bola deb sho'shog'ini shalpillatib yugurib ketdi. Ayni paytda qizning ota-onasi ham bu qishloqqa kelmoqda. Ular yo'l bo'yida gandiraklab ketayotgan erkakni, orqasidan esa qizi bilan Koyani. Ularning ketidan bobosi va buvisini ko'rib dahshatga tushadi. Bular marafon qilyaptimi deb. To'satdan erkakni mashina urib ketadi va xuddi shishirilgan to'pday uchib ketdi. Keyin bu dalbaylar oilasi erkakning jasadini ko'chaning ustida yoqib yuborishadi. Mahalla qayerga qarayapti? Qiz bo'layotgan voqealarga ishona olmay, bu oilada tug'ilgani uchun o'zidan nafratlanmoqda. Ko'rpachaga oqib ketsam bo'lmasmidi deb. U ularni aqldan ozganlar deb baqiradi, lekin hech kim uni tinglamaydi ham, bir tinga ilmaydi ham. Husnora keyinchalik o'z qarindoshlarining o'tmishda ham xuddi shunday ishlar qilganini bilib oladi. Bobosining singlisi ham bunday vahshiyona tizimni rad etgani uchun oiladan haydalgan. Hatto suratlardagi yuzini ham tirnab tashlashgan. Husnora esa bu haqiqatdan dahshatga tushib uydan qochib ketadi.
U o'rmonga kirib, o'sha oiladan haydalgan ammasi yashaydigan kulbani topdi. Ammasi esa butunlay jinni bo'lib qolgan. U biz o'yin ichidamiz, GTA 6da rol o'ynayapmiz deb o'ylardi. Husnora bu ham bir dalba ekanki deb ketmoqchi edi, ammo qiziqonligi tutardi do'ndiqchamdi. Ammasi unga o'tin chopib berdi edi va qiz o'tinni chopayotganda kampir to'satdan bolta yo'liga boshini tutib qoladi va qiz o'zi bilmagan holda uni o'ldirib qo'yadi. Shok holatdagi qiz uyga yugurib kiradi va shiftga osilgan odam jasadini ko'radi va tushundiki, bu tentak ammasi ham boshqalarni qiynoqlari evaziga yashab yurgan ekan. Qiz shu kecha o'rmonda yomg'ir ostida uxlab qoladi va tunda yana dahshatli tush ko'radi. Oilasi xuddi sahnada qo'shiq aytib, o'sha og'zi burni tikilgan tana bilan raqsga tushmoqda. Ertalab uyg'onganda qizning ko'zidan qon oqmoqda, xuddi qon yig'lagandek. Endi u Koya bilan ham gaplashgisi kelmaydi, chunki u bularning barchasini ko'rib turib hech narsa qilmadi, hatto politsiya ham chaqirmadi. Uyda esa har doimgidek hammasi bardak. Ukasi PUBG o'ynayverib psix bo'lib qolgan, ovqatda go'sht qolmagan, buvisi esa yana homilador. Ularning tanasi kuchsizlashib borar vaqt esa tugayotgan edi. Husnora bu dahshatli haqiqatdan endi qochib qutula olmasligini anglab yetadi. Bir necha kundan so'ng Husnoraning oilasi yangi mehmonni, bir pensioner erkakni uyga taklif qiladi. Ular unga g'amxo'rlik ko'rsatib, iliq munosabatda bo'lishadi. Aslida esa uni navbatdagi qurbon sifatida tanlashgan edi. Ammo qiz bunga dosh bera olmay, erkakni uydan haydab yuboradi. Qiz yerga tegmasdan turib hayotdan to'ydi va boshqalarni himoya qilish uchun o'zini qurbon qilishga tayyor. U o'z ko'zlarini tikishga urinadi, lekin birinchi tikishdayoq og'riqqa chidolmasdan to'xtaydi. Oilasi esa buni ko'rib zombilardek kulmoqda. Husnora yig'ilib Koyaning uyiga boradi, meni bir qoqib qo'yish stressdan chiqib olay deb. Ammo u yerda ham fojia. Koyaning otasi vafot etgan, o'zi esa yashashga bo'lgan umidini yo'qotgan. Koya hech qachon baxtli bo'la olmasligini aytib, qizdan ketishini so'raydi. To'satdan qizning tanasi titrashni boshlaydi. Ich-ichidan nimadir buzilgandek his qiladi. Ma'lum bo'lishicha, oilasidagi la'nat qizga ham o'tgan. Endi qurbon topilmasa, u ham oilasiga qo'shilib o'lishi mumkin. Buni tushungan Koya uni qutqarish uchun o'zini qurbon qiladi. Husnora esa uni bo'g'ib, hushidan ketguncha qo'yib yubormaydi. Bir necha oydan so'ng buvisining dardi kelib, yana bitta tug'moqda. Bu degani yangi tanaga yangi qurbon kerak. Husnora endi bu dahshatli oilaviy tizimni qabul qilgan. U yangi qurbonlar izlaydi va ularni uyiga soat 100 ming deb aldab olib kelib, oilasining baxtli yashashi uchun og'iz burnini tikib odamlarni qurbon qiladi. Film haqida yoki mana bu qizning basharasi haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga albatta like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.